Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qarang, tuxumni kattaligini mana qarang. Odamning qo'li, men qo'lim o'zi kichkina emas, sig'mayapti. Bu tuxumlar kimniki deysiz? Albatta tovuqniki, Strausniki emas, lekin bu tuxumlar hozir Navoiy viloyatida Yulduz Usmonovaga tegishli mana katta tovuq fabrikasi. Ko'rsating iltimos Umid aka, mana qarang. Juda ham katta. Biz hozir yo'lda o'tib ketayotgandik va bizdan taklif qilishdi. Men buni internetda ko'rgan edim, 1 minutga kiramiz. Shahzod, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, siz ham. Ismlari kim? Mushot aka. Mana tuxum. Bu Yulduz Usmonovani fabrikasi. Men qoyil qoldim. Nimaga qoyil qoldim? Bilasizmi yigitlar? San'atkorlarimiz ko'pi internetga chiqishadi, mashinalarini ko'rsatishadi, uyini ko'rsatishadi. Men unga juda qarshi bo'laman doim. Biz baribir kamtaroq bo'lishimiz kerak, lekin Yulduz Usmonova topgan pulini xalqiga qaytaryapti ekanda, to'g'rimi? Biznes, bu tovuq biznes oson emas. Keling, qancha tovuq bor bizda bugungi kunda? 82 ming bor. 82 ming tovuq bor. Bir kunda demak, qancha tuxum chiqadi? 72 mingta. 72 ming tuxum. Bozoringlar qayerga ketyapti? Asosan Navoiy ichki bozoriga ketadi. Toshkent, Samarqand, Nukus, Surxondaryo. Tovuqlar bunaqa tuxum qo'yish uchun normal ovqat yeyish kerak edi. Nimalar beryapsiz tovuqlarga? Sal qattiqroq gapirasiz. Maxsus vitaminlari bor, samniki. Soya bo'ladi, to'g'rimi? Soya, bug'doy, jo'xori. Mana e'tibor bering, qaranglar kattaligini, qarang chiroyliligini. Bu tuxumlar bir kun o'zi sotaverasizlarmi yo 2-3 kun turadimi? Klientlarning anaqasiga qaraymiz, iloji boricha kunlik ketyapti. Tovuq boqish juda og'ir, chunki bu yerda bular laboratoriya qilish kerak, kasal bo'lmasligi kerak. Mana bu cho'lda turibmiz biz, salqin bo'lish kerak, yozda, qishda issiq bo'lish kerak, to'g'rimi? Qalay eplayapsizlarmi? Turkiya, Ukraina obordonalari qo'yilgan. Temperatura, hamma narsa через kompyuter boshqariladi. Eplaymiz, hammasi joyida. Tovuqlar parodasi qanaqa? Tovuqlarimiz parodasi Sendi. Bu qayerniki u? O'zimiz Samarqandniki. Samarqandniki, qoyil. Tovuqlar yaxshi, hammasi tuxum qo'yadimi? Hammasi tuxum qo'yadi. Endi ichkariga kirmaymiz, u yoqda mumkin emas ekan va juda qorong'i. Men bir gap aytmoqchimanki, aziz do'stlar, bu o'sha Yulduz Usmonovaga men rahmat aytaman. Men ijodlarini hurmat qilaman. Mana shu O'zbekiston vatanparvari haqiqatan ham mana yana bir marta ko'rsataman va bir gap, muhim gapki, bugun pullar mana shu investitsiya qilingan, O'zbekiston uchun ishlayapti. O'zbekistonni xalqi buni iste'mol qilyapti. Nechta puldan sizlar sotasizlar buni? Hozirgi bozor o'zimiz skladimizda 800 so'm. Xohlagan odam kelib olib ketishi mumkin, to'g'rimi? Aholiga ham Yulduz Usmonova o'zlari kelib turadilarmi yo'qmi? Keladilar, kelib turadi. Hozir men eshitayapman, muzika, tovuqlarga musiqa beriladi, chunki kayfiyati yaxshi bo'lishi uchun. Kimning musiqasini eshitadi tovuqlar? Musiqalarni Shunda tuxum ham yaxshi qo'yadi. Xayr, sog' bo'linglar. Mana iltimos, Yulduz Usmonova o'zi Yulduz Usmonovni brend qo'yish kerak. Turkiyada Ibrohim Tatlissos bor, bilasizmi?